Nargiz opa, nimalar taxlab yotibsiz? Assalomu alaykum Shayraxon, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Bizlar bugungi dastavkalarimiz chiqarilish arafasida turibdi. Dastavkalar taxlayotgan klientlarimiz. Qayerga ketadi bular? Viloyatlargami? Viloyatlarga ketadi. Bu dastavkamizni mana birdagi bizlardan oldiradi Toshkentlik klientimiz Hamidjon akamiz o'zining sevimli ayolini, onalarini xarid etdi buni. Dastavka oldiryaptir. Buni Qurbon hayiti munosabati bilan hayitlik operator opasini, sevimli ayolini. Bu dastavkamiz esa bu ham Toshkentga, qizlarni operator buni dim chiroyli, toza kiygan sepochkamizni. Bu dastavkamiz esa Samarqandga, bunisi esa Buxoroga chiqyotir. Bunisini esa Navoiylik klientimiz bizlarning xojonamiz birda shunday qadimgi noyob narsalarni sevib bizlardan xarid etib dastavka oldiradi. Bu ham bizlarning doimiy klientimiz desam ham bo'ladi. Xojonamizga chiqyotir. Klientlarimizning xaridi 15 milliondan ortiq bo'lyotir endi. Bizlarning shunday yutuqli o'yinimiz ishtirokchisine aylandi. Ahvollar nechta qatnashadi? O'zlari yo'q-ku. Endi nomerlarini tashiymiz. Bizda nomerlari bo'ladi-ku. Nomerlarini tashiymiz. Onlayn orqali o'ynaydi ular. Onlayn orqali bizlar ularni o'yinimiz ishtirokchisini aylantiramiz. Oho, ya'ni bir oydan keyin shu yerda turgan 6 dona tilla, 4 dona kumushning egasi bo'lishi mumkin. Toshkentdan yutsalar, voy, duv gap bo'lar unda. Bo'lishi mumkin. Endi u ham bir omadda. Albatta. Kimda-kimning shunday zakazlari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol adminlarga bog'lanishingiz mumkin. Qarang, bu dastavkalarimiz tekin bo'ladimi yo pul to'lab qabul qiladimi? Albatta, dastavkalarimiz besplatniy. Besplatniy dastavkalarimizdan foydalaning. Bemalol murojaat qilishi mumkin.